Assalomu alaykum rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli aziz mani obunachilarim, salomatmisiz? Avvalambor barchangizga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Bizni nikoh oqshomimizni judayam ko'pchilik insonlar intiqlik bilan kutishdi va bizga yaqindan, uzoqdan turib yaxshi niyatlar, duolar bildirishdi. Alloh taolo barchangizdan ikki dunyoda rozi bo'lsin. Judayam xursand bo'ldim. Shuncha insonlar taqdirimizga befarq emasliklaridan. Yaxshi niyatlarni ham o'qidik, yomon fikrlarni ham o'qidik. Yomon fikr bildirgan insonlar bilan bizni ishimiz yo'q. Qanchalik harakat qilishmasin, bizni hayotimizga, baxtimizga umuman ta'sir qilmaydi. Biz bizni duo qiladigan insonlar bilan bandmiz. Ularni haqqilariga Alloh taolodan biz ham duolar so'raymiz va o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Hammaga katta rahmat.